1945-yil yanvar. Dunyo go'yoki tinchlikka yaqin, ammo odamlarda quvonch yo'q. Yerni qor yoki kul qamrab olgan. Har yoqda tutun va jasadlar. Ma'lum g'oya uchun kurashgan askarlar endi paradni kutishmayapti. Ular shunchaki ertalabgacha yashab qolishni istashadi. Kasalxonalar yaralanganlarga to'lib toshgan. Qayerdadir vayron bo'lgan shaharda ona farzandini xarobalar ostidan qidirmoqda. Varshavada bolalar yerto'ladagi gulxan yonida o'tirib, qo'llarini isitishmoqda. Bir paytlar paradlar o'tkazilgan Berlinda esa endi sukunat va xavotir. Urush deyarli tugaganini hamma biladi. Ammo mana shu deyarlini o'zi odamni ancha ezardi. Bu deyarli haftalab davom etadi. Va bu haftalarda yana 10 minglab odamlar halok bo'ladi. Ular yashashlari va baxtli hayot kechirishlari mumkin edi. Askarlar endi g'alaba uchun emas, tinch yashash uchun kurashadi. Odamlar kelajakni kutishmaydi. Bular shunchaki urush so'zini eshitmaslikni xohlashadi. Bugungi sonda siz Ikkinchi jahon urushining yakuni, Sovet ittifoqining o'ziga xos javob blitzkrigi, Yalta konferensiyasi va atom bombasi tayyorlanishini tezlashtirgan jang haqida bilib olasiz. Bu xuddi shunday kanali, videoga like, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Biz esa boshladik.